qator savollarimiz bor edi. Shu odamlarning murojaatdan kelib chiqib, Любой savolingiz, любой anaqangiz bo'yicha gaplashamiz. Jonli efirda gaplashamiz aka. ya'ni noxolislik bo'lyapti demoqchisiz. Kelsin, mana xolis jurnalist bo'lsa, biz ochiqmiz. O'sha montaj jarayonida qanaqa montaj qilasiz? Men ikkinchi tomonni borib eshitaman. Uni nima degan bo'lsa kesmayman. Shuning uchun videolarimiz bizni 1,5 soatlik bo'ladi. Jonli efirda kesmaysiz, qirqmaysiz. Любой savolingizga men javob berishga tayyorman. Vaholanki men ham sizga savol qo'yaman. Biron marta hali hech kim davay gaplashaman jonli efir orqali demagan. Muammo aka shundaki, bizani eshitishmayapti. Yoki eshitiladi, o'sha joy kesib tashaladi, urishib ketsa kerak deb o'ylayapman. Yo'q, videolaringizni ko'rganman. Aniq kirib kelasiz o'sha. Qurilishlar to'xtab qolganmi? Yo'q deya olmayman, muammo bor. Muammoga biz yechim qidiryapmiz, ishlayapmiz. Shartnomasini bekor qilayotgan fuqarolarni sizni o'rtangizda tuzilgan shartnomada uchun belgilangan muddat bor. Muddati necha yilga belgilangan? To'g'ri o'rganib, xalqqa to'g'ri ma'lumotni bera olsangiz, men shunchaki olqishlayman. Lekin YouTube'dan, Instagram, xohlagan platforma, xohlang meni platformam. Umuman muammo emas ekan. Xohlang televideniyani chaqirib jonli efir qiling, farqi yo'q. Do'stlar, jonli efirni kuzating. 21-dekabr kuni 20:00 da ko'rishguncha do'stlar. Antikorrupsiya. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Aka, biz antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidamiz. Fuqarolarning murojaati bor edi. Shu bo'yicha sal aniqlik kiritgan. Kimdir bormi ichkari kirsak bo'ladimi? Bitta narsa, bu xususiy bino. Hozir bostirib kirib ketmaymiz. Mana kameralar kirib turinglar. Bo'ldi, mana shu turib turinglar. Aka, biz antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidan bulargami? Sizlargami? Bular klientmi? Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidanmiz. Qator bo'lib o'tgan bu tushunmovchiliklar bo'lyapti, ozgina ijtimoiy tarmoqlarda. Bizga ham o'sha murojaatlar bor edi. Shunga bizga Marat Xayrullayevich kerak edilar. Agar shu vaziyatlarga oydinlik kiritgan. Agar xo'p desanglar, kamerani kirgizsak maylimi? Ha? Bemalol qarshilik yo'q. Kiril. Assalomu alaykum. Uzr, bezovta qildik. Kim bilan gaplashamiz? Men bilan. Siz bilan. Yordamchi. Birodarlarga endi ruxsat berishdi, olib kirdik kamerani. Aka, bizga Marat Xayrullayevich kerak edilar. O'sha bir qator masalalar bor edi, unda murojaatlar. Shunga aniqlik kiritish maqsadida ikkinchi tomon sifatida keldik. Bu yerda bizani sizlarga ham yo'q, hech kimga yon bosadigan tarafimiz yo'q. Bor narsani borligicha yoritganmiz. Shuni bor holatda yoritmoqchi edik, o'rganmoqchi edik. Endi hozir faqat bir tarafi murojaati bilan olib chiqsak, bu bir taraflama bo'lib qoladi. Bu do'stona taklif, hech qanaqa bir yomon niyat boshqa yo'q. Shuning uchun o'zlari bilan agar uchrashib, bog'lanish iloji bo'lsa, o'zlari bilan gaplashmoqchi edik. Hozir kunda rahbarimiz o'zlari ustida yo'q edilar. Agar imkon bersangiz, bir telefon qilib yaxshi bo'lardi. Aniqlik kiritib bering. Agar men qattaman desalar ham boramiz. Biz hokimlarga ham, prokurorlarga ham aytamiz mana shunaqa deb. Qatta bo'lsa boramiz joyiga deymizda. O'sha men bittaman desalar, o'zi Toshkentdanmilar. Bo'l, shuni aniqlab bering, iltimos. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum do'stlar. Azizlar, mana bugun biz antikorrupsiya ommaviy axborot vositasini muxbirlari jamoasi demak fuqarolarning murojaatidan kelib chiqib imorat, ya'ni imorat qurilishi bor, ko'pchilik biladi. Marat Xayrullayevich shu ko'p qavatli uylar quriladi, sotiladi. Bir qator ijtimoiy tarmoqlarda har xil o'sha e'tirozlar boshqalar bo'lgan. Bundan kelib chiqib biz ham tashabbus qildikki, fuqarolarga yordam berish, ya'ni ularning yechilmayotgan muammosi bo'lsa, yechilishda o'zimizning hissamizni qo'shishni maqsad qildik. Shu bo'yicha biz shu fuqarolarning noroziliklari sababli imorat shu sotuv ofisi menimcha bu shu yoqqa keldik. Hozir Marat Xayrullayevich qani bizni kameramiz bilan uchrashib gaplasha oladimi, yo'qmi? Hozir mana yordamchilari chiqdi, bu bo'yicha hozir aniqlik kiritaman dedi.
o'zlari ofisda yo'q ekan. Agar qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar o'zimiz borishga tayyormiz, chunki bu holatni biz to'liq yoritishni maqsad qilganmiz. Demak, kuzatishda davom etasiz. Bu holat bo'yicha o'zingizning fikrlaringizni izohlarda keyin videodan keyin qoldirishingizni ham so'rab o'tamiz. Kelib borganda. Gaplashdim. Obyektning Sergeli City'da ekanlar. Qayerda edi u? Surumda aka. Surum bu, Surum aka Korzinkani yangi bazasi o'sha tomonda yashasizmi? Anumi? Surum qishlog'i bor-ku, men bu Kalsiy Toshturmadan o'tgan. Chorvoqga ketirish yo'lda. Toshturmadan o'tgandan keyin menimcha 10 ga kiriladi, to'g'rimi? O'sha betonkadan. Bilasanmi? Sen Endi taxminan bilaman, uni nimasini bilmayman lekin. o'sha yerda kutib turarmikinlar yo ketib qolmasmikinlar? Gaplashdik, o'sha yerdaman dedilar. Yo borsa ketib qolsalarchi. Yo'q, xudo xolos. O'sha yerda bo'lar ekanlar. Bo'lmasam tezroq boramiz. Rahmat. Demak, do'stlar, mana hozir bizga ma'lumot berishdiki, Marat Xayrillayevich endi bizga o'zini fikri kerak, chunki o'zlari bilan bo'lyapti muammo ijtimoiy tarmoqlarda. Hozir Yangi Hayot City qurilishda ekan, bu endi Toshkent viloyatida joylashgan menimcha. Biz endi o'sha yoqqa boramiz, ketib qolmaydimi degan savol berildi. Yo'q, shu yerda bo'lar ekanlar deyishdi. Biz hozir borib, yo'q, o'zlari bilan uchrashib, holat bo'yicha yana ham to'liqroq ma'lumotlarni sizga yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Nima xizmat? Bizga Marat akani shu yerda deyishganda, Xo'p, shunga keluvdik. bizga nima xizmat? Sizlarga xizmat yo'q, shu o'tsak bo'ldi. Bo'ldi, aka, bo'lmasa ko'ngil tomonga nima qilayman? Orqangizdan borib o'zim nima qilaman? Ko'rsatib yuboraman. Bo'ladimi? Yo'q, do'stlar, bitta narsani aytib ketaylik. Mana ko'plab davlat tashkilotlariga kiramiz, boshqa qilamiz, lekin xususiy binolarga kirishda o'zining tartibi, qoidasi bor. Xususiy mulk egasi agar ruxsat bersa, kirish mumkin-da endi. Bu yoqqa kelib men janjal qilib kira olmayman. O'shanga endi o'zlari aytganiga keldik, shu yerdaman deganiga. Lekin hozir men bitta qarshilik qilishadimi deb o'ylagandim. Ya'ni shunaqa o'zlari chaqirib, o'zlari qarshilik qiladimi deb o'yladim. Lekin yo'q, unaqa bo'lmadi. Hozir ko'ramiz davomini. Demak, mana hozir ko'rdinglar, biz o'sha Glavniy ofisga bordik. Yerda Sergeli City degan qurilish loyihasida deyishdi. Biz bu yoqqa keldik. Hozir ko'ramiz, uchrashamiz. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar barcha suhbatlarimizga, savollarimizga. Bizning savollarimiz u bizning savollarimiz emas. Bu xalqning savollari va xalqning savollarini biz berishga majburmiz. Kuzatishda davom eting. Mayli, endi bu aniqlik kiritish kerak bo'lgan savollarimiz bor. Shularga aniqlik kiritsak, qaytib ketaveramiz. Bizga xolismiz. Hech kimga yon bosadigan advokat emasmiz. To'g'ri aka. Assalomu alaykum. Uzr, bezovta qildik. Qanday keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qancha taqib qo'yinglar aka. Mumkin bo'lsa agar. Shovqin ekan nerasi? To'xtab turinglar. 1 minut agar anaqa qilsa. Boshqa joyga. Nima gap aka? Rahmat, keluvdik, ofisga o'tuvdik. Bu yerda deyishdi sizni. Telefon qilishdi. Ko'rdim videoyingizni. Ha, ko'rdingizmi? Murojaat qilgan ekansiz. Ha. Endi ko'pchilikning murojaati, bu noroziligi, boshqaligi, o'shaning uchun biz bunga befarq bo'la olmadik. Biz sizga ham, yo'q, ularga ham hech kimga advokat emasmiz. Biz xolis yoritamiz. Avvalambor men o'zim uchrasha olmasam kerak deb o'yladim, to'g'risi. Qoldim, uchrashdik. Yangi yil oldi. Ha. Bir qator savollarimiz bor edi. Shu odamlarning murojaatdan kelib chiqib, agar xo'p desangiz, shuni bir bersak-ku, mana shu holatga bir aniqlik kiritib, biz ijtimoiy tarmoqlarda yoritmoqchi edik. Endi aka tushundim taxminan savol nimadan iboratligini. Va masalani ichiga kirish kerak-da, chunki endi o'ylaymanki, sizlar bir tarafda eshitgansizlar. O'zi bizda ssenariy har doim shunaqa bo'lgan. Shu faqat muammo shunda, faqat bir taraf eshitilinyapti. Bizga kelganda yo eshitilinmayapti yoki eshitilgandan keyin o'sha montajda ozgina anaqa bo'lyapti-da, o'shanga to'g'ri. Ya'ni noxolislik bo'lyapti demoqchisiz.
Ya'ni montaj jarayonlarida Endi biz ishonchsiz. kimnidir ayblamoqchi emasman, lekin mani fikrim shunaqaki, jurnalist bu sudya emas yoki prokuror emas, jurnalist nima deydi, oxirgi qaror chiqaruvchi bir anaqa ham emasda. Deb o'ylaymanki, jurnalist surishtiruv qilsa, agar jurnalistik surishtiruv deb atashdi-ku oxirgi ikkita materialda ham, masalan, jurnalistik surishtiruv bo'lishi kerak-da, ya'ni ikkinchi tarafni eshitib, birinchi tarafni eshitib, mayli fikrini aytib yoki qaror qabul qilish yoki fikr bildirishni tomoshabinga qo'yib qo'yish kerak yoki qanaqadir betaraf bo'lish kerak deb o'ylayman jurnalist. Yoki qanaqadir menda shunaqa tasavvur paydo bo'ldiki, to'g'risi yana xafa bo'lmanglar yoki tam nima deydi, haqorat qilmoqchi emasman, lekin men hozircha ko'rmadim qanaqadir xolis jurnal. Men juda ko'p murojaat ham qildim o'zim. Kelsin, mana xolis jurnalist bo'lsa, biz ochiqmiz har doim. Bu o'sha eski chiqqan materiallarga ham biz e'tiroz bildirmaganmiz. Biz gaplashganmiz, lekin aynan biz men ham hozir garantiya bera olmayman siz bilan suhbat qilsam, siz qanaqa montaj qilishingizni. Ya'ni Biz xolis qilamiz, unaqa shubhalanish. Men kutdim to'g'risi kelishini. Demak, o'sha bizni agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, bir 10 kun oldin bitta e'lon bergan edik. Da, ko'rdim. Ya'ni bu e'lonni berishimizga asosiy sabab aka, ya'ni Emirat Development haqida oxirgi haftalarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan hodisa bo'ladi. Va bu yerga kelishdan oldin biz albatta oldingi materiallarni ham o'rganib chiqib bo'ldik-da aka. Endi kasbimiz taqozosi yuzasidan ikkinchi tomonning fikrini olamiz va o'sha fikrni murojaatchi tomon bildirgan fikr bilan chashtirib, misol uchun o'zimizning xolis fikrimizni bildiramiz aka. Muammo yo'q, faqat aka, endi mayli, men ham fikrimni bildirsam. Bo'ldi-da, bizda shu ikkita holat bo'yicha biz kutgan natijani ola olmadik, ya'ni o'sha xolislik bo'lmadi-da aka, to'g'ri tushunishinglarni iltimos qilaman. Men muammo yo'q. Savolingizga javob beraveraman, lekin siz o'sha montaj jarayonida qanaqa montaj qilasiz, yana noto'g'ri qabul qilmang. Men tanimayman sizni. To'g'ri kuzatganman, bularni ko'proq kuzatganman. Murojaatingizni ham ko'rdimda, rosa tashashdi menga. Aytdim, yana bittasi chiqibdi degan bir qanaqadir spektiv nima deydi, bir o'zbekchada qanaqa bo'ladi? O'zi bu narsaga bizda anaqa paydo bo'ldi-da, ishonchsizlik deydimi? Yana bittasi keladi, yana shu eski tema, yana eski ssenariy, yana bizani yomon ko'rsatishadi degan narsa paydo bo'lib qoldi bizda. To'g'risi, mana kimdir syomka qilaman, intervyu olaman desa, o'sha bizda negativ paydo bo'lyapti-da. O'shaning uchun ham men oldin ham o'zim murojaat ham qildim. Men shunaqa pozitsiyadaman. Menimcha bu narsalarning hammasi xolisona bo'lishi kerak va jonli efirda, agar masalan xo'p desangiz, jonli efirda gaplashamiz aka. Qoyil, zo'r-ku. Yo'q, biz chunki meni yashiradigan hech narsam yo'q. Men hattoki kecha ham o'zim jonli efir qildim. Jonli efirda savol berishdi-da, ya'ni o'sha mijozlar tomonidan. Men aytdim, "Dajib bering savolingizni, chiqing aloqaga, mana xalq oldida gaplashamiz." Meni yashiradigan hech narsam yo'q. Men ularni ham ayblamoqchi emasman. Masalan, hamma har xil sharoitda bekor qilgan yoki kimdir bekor qildi, hamma bekor qildi degani emas. Aslida 20 kishi yo 30 kishi bekor qilgan bo'lsa, ko'rib turibsizlar. Bizning maqsadimiz uy qurish, topshirish, qilyapmiz ishimiz. Lekin o'sha holat bor, yo'q deya olmayman. U muammo bor. Muammoga biz yechim qidiryapmiz, ishlayapmiz. Agarda rostdan ham mana shu mavzuni ochib, to'g'ri o'rganib, xalqqa to'g'ri ma'lumotni bera olsangiz, men shunchaki olqishlayman. Lekin jonli efirda bo'lsa, menimcha bunga sizni tomoshabinlaringiz ham, meni auditoriyam ham, meni mijozlarim ham xo'p deydi. Chunki jonli efirda kesmaysiz, qirqmaysiz. Любой savolingizga men javob berishga tayyorman. Vaholanki men ham sizga savol qo'yaman. Shunga tayyor bo'lsangiz, ertaga muammo bo'lmaydi. Chunki u narsa chiqadi, kesilmagan holatda chiqadi. Webinar bo'ladi. Bizga kutilmagan zo'r taklif bo'ldi. Chunki biz doim aytamiz, ikkinchi tomonga kel, mana jonli efir orqali desak, biron marta hali hech kim "Davay gaplashaman jonli efir orqali" demagan. To'g'ri, siz kelishingizda men siz bilan urushib ketsak kerak deb o'yladim. Yo'q, chunki videolaringizni ko'rgan va oldin tep kirib kelasiz, o'shanga menimcha bular bilan kelisha olmasa kerak. Aka, rostdan ham, agar jonli efirga men tayyorman, siz tayyor bo'lsangiz, mana cho'zib ham o'tirish kerak emas. Aka, 21-sanada men o'zim jonli efir qilaman, taklif qilaman, keling aka. Любой savolingiz, любой anaqangiz bo'yicha gaplashamiz. 21-sana qaysi kun bo'lyapti? 19-mi? Yakshanba bo'ladi. Yakshanba kuni. Demak, yakshanba kuni nechida qilamiz? Masalan, men tayyorman. O'zinglarning vaqtingizga qarab. Men endi asosan o'tdagi mavzuyim biz o'sha yangi yilga ozgina aniq qilganmiz. Hozir bitta narsa hammasidan meni qiziqtirishni boshladi.
Sizga ham savolim bor edi, faoliyatim haqidami? Yo'q, jurnalist masalan nima deydi, bo'lib o'tgan endi kimdir meni ham dardimni eshitish kerak-ku, to'g'rimi? Masalan, endi aytmayman qanaqa savolim bor. Tayyor kelasiz-da. Savollar bo'ladi. Endi savollarim bor, rostdan ham savollarim bor. Siz menimcha agar bizga tushgan o'sha shikoyatlarni o'rgangan bo'lsangiz, Biz aka mana tartibimiz shunaqa. Biz birinchi tomon masalan murojaat qiladi. Biz murojaatni olganimizdan keyin albatta u davlat tashkiloti bo'lsin, boshqa bo'lsin, men ikkinchi tomonni borib eshitaman. Uni nima degan bo'lsa kesmayman. Shuning uchun videolarimiz bizni 1,5 soatlik bo'ladi. 2 soatlik, 1 soatdan kam bo'lmaydi. Sababi to'liq qo'yamiz. Kessak e'tiroz qiladi. Kesdi deb. O'shaning uchun biz xolis yoritamiz. Agar hozir ham suhbat qilsak ham undan ham shubha qilmasligingiz mumkin. Lekin mayli, ana jonli efir degan taklifingizga biz 10 karra rozimiz. Jonli efirda uni savollar ham bo'lishi mumkin-da aka. Masalan, odamlar tomonidan. Bu yerda biz hozir 3 kishi gaplashib turibmiz. Ko'rgan odamda har xil fikr tug'iladi. To'g'rimi? Masalan, ikkinchi tomon hozir murojaatchi ham e'tiroz bildirishi mumkin. Bizi tomondagi chunki bizdan rozi bo'lgan mijozlar ham ko'p-da. 4000 ga yaqin mijozimiz bo'lsa, ular tomonidan ham e'tiroz bo'lishi mumkin. Ular meni himoyamga chiqishi mumkin, misol uchun. O'shaning uchun jonli efirda bo'lsa, xalq oldida necha mingta odam qatnashsa, o'shalarni oldida gaplashgan ma'qul deb o'ylayman. Qarang, suhbatdan men qochmayman aka. Men rostdan ham sizni juda boshqa kutdim. Hozir urushib ketsak kerak degan anaqa. Yo'q, men videolar, yo'q, men bilan o'zi to'g'ri aka. Yo'q, videolarni ko'rganda endi bilasiz, provokatsion savollarni berib, maqsad boshqacha bo'ladi-da tagida. Shuning uchun suhbat muammo emas, keyinchalik ham haqiqatan qanaqa savollar qolsa, jonli efirdan keyin ham, "Yo'q, menda ham savol qoldi. Yuring, mana bu narsani tekshiramiz" desangiz ham aka 100% biz shaffofmiz. Muammo aka shundaki, bizani eshitishmayapti yoki eshitiladi, o'sha joy kesib tashaladi. Men даже aytdim, butun matbuot anjumani qilaman xohlasa, 20-30 jurnalist chaqirib. Havo harorati tushib ketganligi hozir qila olmayapmiz. Uni ham qilamiz. Muammo yo'q aka. Faqatgina o'sha nima deydi, xolisona bo'lsa, halol bo'lsa, o'sha jurnalist degan nomga bir munosib narsa bo'lsa aka, men faqat bizaman aka, muammo yo'q. Bir narsa, demak do'stlar, hozir ko'rdinglar, savol-javob o'zi bizga tahririyatimiz kelgan fuqarolarning murojaatidan kelib chiqib savollar, ularni qiynayotgan masalalar bo'yicha bermoqchi edik. Avvaliga yo'q degan ma'noni qabul qildim men. Demak, savol-javobdan kameradan qochdi degan fikr bo'ldi. Ozgina undan keyin jonli efir taklif qilingandan keyin umuman fikrim o'zgardi, mayli. Buni endi jonli efir orqali biz demak 21 dekabr kuni soat 20:00 da rejalashtiramiz. Kim mana shu videoni ko'rgan bo'lsa, jonli efir orqali ko'rib, yana bir shartini ham aytaman. Jonli efirda ham xohlagan platformangizda qilaman. Mana siz xohlang, siz ham yoqing YouTube'dan, Instagram, xohlagan platforma, xohlang meni platformam. Umuman muammo emas aka. Xohlang televideniyani chaqirib jonli efir qiling, farqi yo'q. Mayli, o'sha aynan murojaatchilarimiz bizga murojaat qilgan va undan tashqari boshqa murojaatchilar bo'lsa ham, o'zingizlarning savolinglar bo'lsa ham, mana savolinglarni mana shu videoning izohida qoldirsanglar, biz albatta jonli efirda bo'ladigan suhbatimizda beramiz. Chunki bu yerda beriladigan, sizga beriladigan savol bizning savol emas aka. Bizga shu murojaat qilgan fuqarolarning savoli, buni ochiqlab, agar borimni boricha mana hozir vering gapiryapsiz, bundan man xursandman. Boyagi joyiga bir izoh berib ketmoqchiman. Biz xususiy binolarga, mana xususiy tashkilotlarga tushunishingiz uchun aytaman. Biz bostirib kirmaymiz. Endi ruxsat bersa kiramiz. Ruxsat bermasa, demak murojaatchining fikrlari to'g'ri ekan deb turib e'lon qilib yuboramiz. Qochdi kameradan deb. Bizda janjallik, tortishuvlik, ana videolarimiz haqiqatan bor. U videolarimiz nimadan kelib chiqadi? Davlat tashkiloti qonunda u hisobdor ma'lumot berishga majbur. Ommaviy axborot vositasini oldi. Biz davlat tashkilotlariga ikkinchi tomon sifatida borganimizda ular bekinib eshikni yopadi, ayrimlar. O'sha vaqtda biz kelgan o'zimizning huquqlarimizni, haqqimizni talab qilib tortishamiz, talashamiz, kirgizishini talab qilib, ma'lumot berishini, ya'ni o'zimizning qonunlarimizdan kelib talab qilamiz. Shu jarayonlar sal chalkashib ketmaslik kerak. Yana endi xususiy mulk degani, mana hozir bu bino ham sizni o'zingizni xususiy mulkingiz deb olib qarasa, yer sizniki, bino sizniki, bu yoqqa kelib hech kim, yo'q biz ham, o'shancha bu yerda biz muomala bilan yaxshi gaplashyapmizki. Tushunmaydi-da. Bu yoqqa kelib olib biz bunaqa qilishimiz umuman qonunga to'g'ri kelmaydi. Unga qonun yo'l bermaydi. Lekin ba'zi sizga uncha ishonmayapman. Xafa bo'lmang faqat aka. To'g'risi, yaxshi gapirib, jonli efirga o'tirgandan keyin provokatsiya qilmaslikka va'da bering. Ya'ni qaysi ma'noda?
biz bitta narsani tushunmaydi ko'pchilik. Men juda ko'pchilik bilan ishlayman-ku, bo'ladi bir xil payt asab buziladi. Endi ana provokatsiya qilaversangiz, har xil kerak gaplarni gapirib qo'yish mumkin. Adekvatni mana men sizga aytaman, madaniy suhbat bo'lsa, men tayyor jonli efirda endi anaqa qildim, nima deydi, muammo yo'q bunda. Faqat madaniy bo'lish kerak. U bir-birimiz bilan debat qilib, spor qilib, bir-birimiz bilan urushadigan bo'lsak, bu butun O'zbekistonga sharmanda bo'lamiz. Ana jonli efir qonuniy asoslarda keltiriladi. Yo'q, aka, mendagi savollarni masalan men shakllantirib olaman. Endi hozir shakllanib bo'lgan уже bizda. Iloji bo'lsa moderator ham qo'yish kerak. Chunki ikki kishi suhbat paytida siz buni endi bo'lishi mumkin-ku, любой suhbatda moderator. Endi bilmadim, menimcha siz adekvatli odamsiz, bizga shart emas. Madaniy tarzda ketsa aka, ertalabgacha gaplashamiz siz bilan. Любой savolingizga javob ber. Faqat eshitsa bo'ldi, oxirigacha eshitib, kutib, keyin savol olsa, savolga javob berib, izoh berib, tahlil qilib, betaraf bo'lib bir fikr bildirsangiz, men naborat xursand bo'laman va ko'rib turgan boshqalar ham bir aniq xulosaga, aniq bir javobga ega bo'ladi deb o'ylayman. Mayli, keling, qolgan savollarni hammasini qoldiramiz. Bitta savolimga javob olib ketay, shuncha yo'l yurib keldim. Savolda turibmiz. Mana shumi Sergeli City qurilish binosi shu. Ha, mana shu birinchi etapida turibmiz hozir. Mana shu holat bo'yicha hozir juda zaril qiziqtirayotgan savolda endi. Qurilishlar to'xtab qolganmi? Men kelyapmiz, endi ozgina bu yerda ish ketyapti, ko'ryapmiz, ana ish texnikal ishlar turibdi, o'zingiz o'chirtirdingiz, bizga shovqin bo'lmasin deb. Qurilish ishlari to'xtagan holat bormi, yo'qmi? Mana to'g'risi. Yo'q, qurilish ishlari to'xtamagan. Endi shunaqa deyishdimi? To'xtagan deyishdimi sizga? Yo'q, men uni hozir oxirida sizga tushuntiraman degan. Yo'q, qarang, bitta narsada bu sizda tasavvur paydo bo'lishi uchun 10 gektar joydagi bir juda katta loyihada, buni hamma joyida bir vaqt o'zida ish amalga oshirish imkoni yo'q. Mana ko'rgan bo'lsangiz, hozir ko'rish imkoni yo'q. Mana bu domlani orqa tomoni ishlab chiqarish hududi bizda. Lekin aslida u joylarda ham dom qurilishi kerak. Masalan, 3 ta beton zavodi turibdi, karyer anaqa drobilka turibdi, ko'rib tursiz garajimiz. Mana shu texnikalar, mana shu hamma narsa mana shu yerda ishlash uchun safarbar qilingan. Bularni prosta ushlab turish bizga zarar-ku. Ish to'xtagan joyda ushlab bekorchi o'tirmaysiz-ku. Lekin hamma joyda bir vaqtda qurib bo'lmaydi. Sotayotgan paytingizda ham birinchi etap, ikkinchi etap deb sroklarini, muddatlarini belgilab berasiz. Bizda hozir ish birinchi etapdagi o'sha 30 ga yaqin domda ish ketayotgan bo'lsa, bahorda birinchi etapda birinchi qism bahorda, yozda, kuzda qilib topshiriladi va o'sha paytda mana shu intervali bilan 2 oy, 1 oylik intervali bilan qolgan etaplarda ham ish boshlanadi va topshirish muddati ham shunaqa sotayotganda ham aytilgan. Ya'ni masalan 5 ta dom bilan keyingi 5 ta dom orasidagi topshirish intervali 3 oygacha bo'lishi mumkin deyilgan. Mayli, qarangki, mana hozir qurilishlar to'xtamagan ekan. To'xtamagan, ya'ni to'xtab, ya qarang, mana boshlanmagan qismlari bor. Tushundingizmi? Mana tushunishingiz uchun. Keyingi uni bir vaqtda ish olib borishni texnik imkoniyati yo'q. Moddiy tomondan endi masalan ozgina aqli shu joyda bo'lgan odam bundoq kelib baho beradi shu yerdagi nima kuchga ega o'sha kompaniya. Masalan, bizda moliyaviy tomondan muammo yo'q, lekin texnik tomondan imkoniyati yo'q. O'shaning uchun ham reja asosida bo'ladi. U to'xtamagan, boshlanmagan qismlari bor-da. Bu normal holat, chunki bizda bu etap amalga oshirildi. Ha, biz bitta etapini, birinchi etapini 10% ni sotganmiz-da. Ya'ni umumiy 4 ta etap bo'lsa, mana shu Sergeli City loyihasi, undan 3 ta etapi umuman sotilmagan. Uni boshlamaslikka ham haqqim bor o'zi aslida. Shuning uchun. Endi mana hozir shartnoma haqida gap ketyapti, asosiy asosi. Aldab endi shu fonni suhbat qilib olasiz deyman. Yo. Mayli, bering savolingizni. Yo, shartnoma masalasida bitta savol, bitta masalaga aniqlik kiritib olaylik. Mana shartnomasini bekor qo'yayotgan fuqarolarni sizni o'rtangizda tuzilgan shartnomada o'sha belgilangan muddat bor. Shu muddatdan o'rgangandir sizda murojaatchi kelgan bo'lsa, o'qimadingizmi shartnomasini? O'zingizdan bilgim kelyapti-da shuni. O'qimadingizmi? O'qidik. Savolingizmi? Muddati necha yilga belgilangan? Yo'q, bizda o'zi qarang, mana shu joy deylik, misol uchun. Bu joy 26-yilda, mana qarang, bu mana birinchi blok bu, 2-8 gacha. Bu B, S bloklari. Mana shu o'zi birinchi boshi sotayotgan paytimizda A1 dan 5 gacha biz bitta etap deb belgilagan edik, B bloklarni. Keyin reja o'zgardi, ko'proq mablag' ajratdik-da, o'sha 30 ga yaqin uy quradigan bo'ldik. O'shaning uchun hammasi birinchi etapga qo'shilib ketdi. Birinchi bloklarimizda muddat 25-yilda dekabrda belgilangan. Birinchi boshida shu 50 ta yo 100 ta insonga. Keyin biz ular mijozlar bilan kelishgan holatda o'sha srokka 5 oy qo'shganmiz va sotib olgandagi grafiki bormi ularda o'shanga ham 5 oy qo'shib berganmiz. Kimgadir
kompensatsiya qilganmizda, qanaqadir nechadir kvadratiga skidka qilgan holda, lekin qolganlarniki bilan qo'shib, ya'ni boshida olgan 50 ta 100 ta odam 5 oy kutadi, lekin qolganlar 1 yil oldin olish sharti bilan, ya'ni o'sha 26-yilda kuzigacha to'liq birinchi etap topshirish belgilangan. Mana sotuv kelishuv asosida bo'lgan ish. O'zi qanaqa qisqa qilib aytaman, asosiy shartnomalardagi muddatlar 26 eng yaqini, 26 ni kuzi, hozirgi paytda 26 ni kuz oylari, 27 ni oxirigacha belgilangan, qolganlar hali sotuvga chiqmagan. Lekin bizning rejamizda 27 gacha hammasini tugatib tashlash. 100%. 100% tugatib tashlash, xudo xolasa. Demak, do'stlar, mana to'g'risi ichim to'la savol. Hozir hammasini bersam, mana o'sha pretenziya qo'ydilar, hamma savolingizni berishni boshladingiz. Yaxshi. Yo'q. Kesin. Mayli. Yo'q. Do'stlar, jonli efirni kuzating. 21-dekabr kuni 20:00 da aynan YouTube kanalimizda ham, Instagramda ham, Facebookda ham vaziyatlar hammasini qilinglar. Hammasini qilamiz. Hammasi jonli efir qilib, mana shu suhbatlarni ochiq qilamiz. Savollarimiz oddiy emas. U savollarda masalan haqiqat bo'lishi mumkin va ikkinchi tomonda ham o'zini haqiqat bo'lishi mumkin. Men hech nima deya olmayman hozir. Bu savollarni berib, javoblarni olganimizdan keyingina hammamizda fikr paydo bo'ladi va xulosa bo'ladi. Shuning uchun fikr xulosa qilishga shoshilmaymiz. 21-dekabr kuni 20:00 da ko'rishguncha do'stlar. Антикоррупция.